Qadrdon mana shogirdimiz ukaxonimiz Abbosxon ajoyib inson, Zanob aka. Beg'ubor samimiy inson, qalbi misoli musaffo osmon, qayda bo'lsa ham bo'lsin sog' va omon, Abbosxonni duo qilamiz. Zaynab akamning duosini olgan, gitarani qoyilmaqom tarzda cholgan, ustozlar cho'ntagiga so'm emas, dollar solgan Abbosxonni duo qilamiz. Duo qiling Abbosxonni. Qanday quruqdan duo qilamiz? Har safar va'da bo'ladi, boshqa bo'ladimi? To'nga tushirib qo'yib ketaveradi. Abbosxon umrzam qilyapti meni. Demak, ilk safar duo qilgansiz, otqiladi, bir nimalar yeyman deb shashliklarga U ham bo'lmaganmi? endi Abbosxon mana bir safar endi Xudo duo qiling, endi mana shu safar bo'ladi. Uchinchi safar endi Xudo xohlasa Abbosxondan men iltimos qilaman. Sizga bo'ladi duolar haqqi bo'ladi. Yana ketyaptimi? Yana ketyapti yaqinda. Zanob akam duosini olib ketaman deb indamay ketyapti. Endi meni duom olmasa ham Zanob akam duosini olish kerak edi Abbosxon. Endi uni yuvmasangiz bo'lmaydi endi. Men endi qarzga olib narsa qilib duosini olib beraman Zanob akam. Zanob aka, Abbosxon endi shu olis mamlakatlarda duo qiling, siz duosingizni tavsiya qilaman. Ilohim. Ishlariga rivoj bersin. Fayz baraka bersin, cho'ntagiga daromad bersin. Salomat, sog' salomat ishlarni boshlab, bola chaqasini baxtiga sog' salomat kelsin. Navro'z bayraming bilan uka, sog' bo'lgan, salomat bo'lgan. Ancha-muncha hazillarimizni ko'tarasan. Shu ko'targaning uchun ketib yuborgansan-da, ko'tarmaganda turarding maktab. Omon bo'ling Abbosxon, ishlariga rivoj, Xudo xolasa mana biz doimo duodamiz, hammasi hazil gaplarimiz. Endi qayda bo'lsa ham omon bo'ling, sog' bo'ling. Biz siz bilan ham yaxshi bo'lamiz. Alloh taolo bo'ling doimo.